1 gramm go'shtsiz tayyorlanadigan mazali foydali turk oshxonasiga mansub arjumak yoki chechevitsa sho'rva tayyorlaymiz. Bismillah deb qizib turgan qozonga ozgina saryog' va salat yog'idan solib qizdiramiz. Qizib turgan yog'ga to'g'ralgan piyoz solib qovuramiz. Piyozimiz sal o'lgandan keyin to'g'ralgan kartoshka va sabzi solib qovuramiz. 1 choy qoshiq tomat, tuz, murch solib qovuramiz yaxshilab. Yuvilgan chechevitsani yaxshilab yuvib solamiz. Bitta qovurib suv solamiz. Qaynab chiqqach pasaytirib, ustiga chiqqan ko'piklarni olib tashlaymiz. Yarim soatdan keyin hidlari chiqib turgan xushxo'r sho'rvani blenderda yaxshilab aylantiramiz. Mazali taomimiz yoniga albatta qotgan non va limon bo'lishi shart. Tushlik yoki kechki taomga chiroyli qilib tortamiz. Ketkizgan vaqtimiz barchamizga manfaatli bo'lsin. Afiyat olsun.